Qaynona kelin romantika qilib ko'chada ovqatlanishimiz nech pulga tushadi? Erjonim o'rtoqlari bilan dam olishga ketibdilar. Biz ham uyda o'tirmasdan West Burgerga kelib oldik. Seul Munda toza havoda suv bo'yida o'tirdik. Ichishga kola bilan shaftolili sok, ikkalasi ham 1 litr, narxi 25 mingdan. Birinchisiga xrustyashi baqlajonli salat, narxi 70 ming so'm. Baqlajonlari qisir-qisir bo'lib turibdi, sousi ham me'yorida. Burger bilan yeyishga free zakaz qildik. Narxi 25 ming so'm. Orqasidan ketma-ket burgerlarimiz ham yetib keldi. Pop steak burger narxi 130 ming so'm. Ichida 5 dona bo'ladi. Ichidagi koklet emas, steak go'sht bo'ladi. Keyingisi ham steak burger faqat 3 taligi. Buni burgerlari pop burgerdan ancha kattaroq bo'ladi. Keyingisi cheddar burger, narxi 70 ming so'm. Ichlari to'la va sochli. Va oxirgisi cheesesteak. Buni yeb ko'rsangiz, qayta yegiz keladi. Narxi 65 ming so'm. Ichida bonfile go'sht va ustida cheddar sir bo'ladi. Shunaqangi mazali va sochliligidan barmog'imni ham yeb qo'yay dedim. Shunaqa qilib, bugun qaynona kelin mazza qilib ujin qildik. Narxlarini hisoblab bordingizmi? Biz umumiy hisobda 560 ming to'ladik. Siz bu mazali burgerlarni yegani kim bilan kelgan bo'lardingiz? Javobingizni kommentariyaga yozib keting.